Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Go'zal Axlarovna, 15 yil stajga ega ujist-ginekologman. Keling bugun sizlar bilan detskiy matka haqida gaplashamiz. Detskiy matkani kelib chiqish sabablari va detskiy matkani darajalari hamda detskiy matkani homiladorlikka ta'siri bor yo'qligi va detskiy matkani davolasa bo'ladimi yo'qmi, shu haqida gaplashamiz. Hozirgi paytda juda ko'p ayollarimizda va qizlarimizda detskiy matka bu dolzarb tema bo'lib qoldi. Sababi juda ham ko'payib ketmoqda. Buni kelib chiqish sababiga qarasak, har xil sabablar bor. Bu birinchisi gormonal buzilish hisobiga kelib chiqadigan detskiy matka. Ikkinchisi bu nasliy jihatdan, ya'ni kariyotip bo'yicha o'zgarishlar hisobiga kelib chiqadigan detskiy matka. Uchinchisi bo'lsa bu vazn ortishi sabab bo'ladi. Xo'p, kelib chiqishi bo'yicha birinchi hozir aytdim, gormonal buzilishi sabab bo'ladi. Bunga nima sabab? Hozirgi paytda qizlarimizda nagruzkali o'qish yoki bo'lmasam uyqu rejimining noto'g'ri bo'lishi va to'g'ri ovqatlanish rejimi bo'lmaganligi sababli hozirgi qizlarimizda gormonlar o'zgarishi va har siklida o'zgarish juda ham ko'payib ketgan. Bu esa o'z oqibatida detskiy matkaga olib keladi, ya'ni bachadonni razmerlarini kichrayishiga olib keladi. Ikkinchi sababi bu kariyotip bo'yicha, ya'ni nasliy kasalliklar bo'yicha. Bu nima degani? Ayollarimizda XX xromosoma bo'ladi. Nasliy buzilish bo'lganda shu xromosomalarda o'zgarish paydo bo'ladi. Ya'ni X0 xromosoma yoki bo'lmasam XY xromosoma. Nasliy kasalliklarda bo'lganda ayollarimizda matkasi detskiy matka bo'lib qoladi. Uchinchi sababimiz bu vazn ortishi. Hozirgi kunda O'zbekistonda global muammo hisoblanadi vazn ortishi. Chunki yosh qizlarimizdan tortib yosh katta ayollargacha vazn ortishi hozir muammo hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida modda almashinuv buzilishiga va insulin rezistentlik oshishiga hisobiga gormonlarda o'zgarishi va bachadonni razmeri kichrayishiga olib keladi. Endi detskiy matkani darajalariga kelamiz. Darajalari bu 3 ta darajasi bo'ladi. Birinchisi bu birinchi daraja hisoblanadi. Bachadonni razmeri bachadon bo'yniga nisbatan olinadi. Ya'ni соотношенияsi deydi, nisbatidan ko'ramiz. O'zi normada bachadonni tanasini uzunligi bachadon bo'ynini tanasiga nisbatan 3 baravar katta bo'lishi kerak соотношенияsi. Detskiy matkada bo'lsa bu соотношение kichrayib boradi, ya'ni nisbati yaqinlashib boradi. Birinchi darajada 2 ga 1 nisbatda bo'ladi, ikkinchi darajada 1 ga 1 nisbatda bo'ladi, uchinchi darajada bo'lsa bachadonni uzunligi bachadon bo'yniga nisbatan umuman kichkina bo'ladi. Nabarot, bachadon bo'yni 2 ga 0 nisbatda bo'lishi mumkin. Detskiy matkani darajasiga qarab homilador bo'lish ehtimolligi qanaqaligini hozir sizlarga tushuntiraman. Birinchi darajali detskiy matkalarimizda homilador bo'lishi mumkin ularda va homila yaxshi o'sishi kuzatiladi. Ikkinchi darajali detskiy matkada, ya'ni hozir aytganimdek bachadonni tanasi bachadon bo'yniga nisbatan kichkina bo'lgani uchun homilador bo'ladi bunday ayollar. Faqatgina homilador bo'lgandan so'ng bularda homila tushish xavfi yoki bo'lmasam homilani muddatdan oldin tug'ib qo'yish xavfi kuzatiladi. Uchinchi darajali, ya'ni detskiy matkalarda homilador bo'lish ehtimoli juda ham past. Qachonki biz uni matkasini o'stirib normaga tushirganimizdan so'nggina homiladorlik kuzatiladi. Yaqinda yana bir kasalim keldi. Ular yosh qiz edi, turmushga chiqmagan, onasi olib keldi. Ya'ni bularda hayz sikli buzilishi bilan olib keldi. Onasi hayzi qanaqa keladi? 3 oyda bir keladigan ekan. Uni biz tekshirdik, gormonlarga tekshirtirdim va o'ziga tushirdim. O'ziga tushirganimda matkasini detskiy matkaligi aniqlandi. Bu nima sababdan kelib chiqadi? Men sabablarini keltirib o'tgan edim boshida. Imенно gormonlar buzilishi matkani razmeriga ta'sir qilib qolgan bu qizda. Ya'ni matkasi o'smay qolgan. Bundan tashqari tuxumdonlarda ham gipoplaziya kuzatiladi ba'zi ayollarda, ya'ni ham bachadon ham tuxumdon gipoplaziyasi rivojlanishi bo'ladi. Imенно gormonlarini buzilishi bu tuxumdonni va matkani ishlashiga ta'sir qiladi. Bu qizimizni gormonlarini normaga tushirdim, 6 oy davomida davoladim va 6 oydan keyin qayta kelib ko'rinishdi va matkani razmeri normaga tushgani tasdiqlandi. Agar sizda ham bepushtlikda va farzandsizlik muammosi bo'layotgan bo'lsa, bepushtlikning sababini bilmayotgan bo'lsangiz, pastdagi nomerlar orqali menga bog'laning va men sizlarga bu farzandsizlik muammosidan qutulishga yordam beraman.